Xo'p, azizlar, qadrli teletomoshabinlar, Munavvar kun musiqiy dam olish dasturimizni galdagi mehmonlari Rahmatli Abdurahimov bo'ladilar. O'zlarini sohir ovozlari bilan birgalikda bugungi dasturimizga o'zgacha ko'rk, o'zgacha bir fayz bag'ishlab turibdilar. Mana har suhbatni boshlashdan oldin mana jonli ijroda o'zlari tomonidan qo'shiqlarini aytib berdilar va hammamizni bir gaplar maftun qildilar desam mubolag'a bo'lmaydi. Hattoki bizning Milliy gvardiya xodimlarimiz ham ovozlariga nima desam ekan oshufta bo'lib, kelib, hattoki syomka ishlarini ham qilib ketishdi. Ozgina bo'lsa-da qayta eshitishlari uchun bo'lsa kerak-da. Albatta. Xush kelibsiz dasturimizga, Rahmatli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ochig'i so'zdan ko'ra ba'zan san'atkorning sozi va uning ovozi gapiradi-da. Uning qo'shiqlari, uning ohanglari ba'zan qalblarga kirib boradi. Bugun Rahim aka siz bilan ko'proq suhbat emas, balki sizning ijodingizga ko'proq e'tibor qaratamiz. Bugun qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Keling, birdaniga maqsadga o'tib qo'ya qolaylik. Navbatdagi qo'shiqqa murojaat qilsak va undan so'ng qisqacha bir suhbatimizni amalga oshiramiz. Qaysi qo'shiqni ijro etib berasiz? Biz mana hozir aka-uka mehr oqibat haqida qo'shiq chiqarganmiz. Shuni ijro qilib beramiz. Adashmasam mualliflik. Mualliflik shu o'zimizda nimamiz? Bo'ldi. Juda ham yaxshi, Rahim aka. Jonli ijroda bo'ladi. Jonli ijroda bo'ladi. Marhamat. Tinglaymiz. Bir-biriga bosh qo'shmaydi to'ylariga, xabar olib bormaydi hech uylariga. Bir-biriga bosh qo'shmaydi to'ylariga, xabar olib bormaydi hech uylariga. Bilmam nima hayol fikr o'ylariga, begonaday yashar ba'zi og'ayinlar. Bilmam nima hayol fikr o'ylariga, begonaday yashar ba'zi og'ayinlar. Birisining qo'sha davlati bor, birisini kamchilik yig'latar zor. Birisining qo'sha davlati bor, birisini kamchilik yig'latar zor. Ming afsuski shunday aka-ukalar bor, begonaday yashar ba'zi og'ayinlar. Ming afsuski shunday aka-ukalar bor, begonaday yashar ba'zi og'ayinlar. O'xshamaydi bir otaning bolasiga, bir onaning ko'zin oqi qorasiga. O'xshamaydi bir otaning bolasiga, bir onaning ko'zin oqi qorasiga. Nima bo'lgan bu zamonning bolasiga, begonaday yashar ba'zi og'ayinlar. Nima bo'lgan shu zamonning bolasiga, begonaday yashar ba'zi og'ayinlar. Yod begona
kishilardek chobadinglar fursat topib ular ko'nglim tobadinglar yod begona kishilardek chobadinglar fursat topib ular ko'nglim tobadinglar bir so'z desang og'zingni ham yopadilar begonaday yashar ba'zi og'ayinlar bir so'z desang og'zingni ham yopadilar begonaday yashar ba'zi og'ayinlar quloq tutmas bir-birining so'zlariga na mehr bor ular o'g'il qizlariga quloq tutmas bir-birining so'zlariga na mehr bor ular o'g'il qizlariga Xudo insof bersin ular o'zlariga begonaday yashar ba'zi og'ayinlar Xudo insof bersin ular o'zlariga begonaday yashar ba'zi og'ayinlar begonaday yashar ba'zi og'ayinlar begonaday yashar ba'zi og'ayinlar